Karmen klinikasidan bezovta qilyapman. Xotinim klinikadami? Va bemor ayolning aytishicha, u sizning otangiz ekan. Otammi? Hozir ishlarim ko'p edi. Kechroq o'zim o'taman. Xo'p. Xotinim qayerda bo'lsa? 2025-yilning eng muvaffaqiyatli ko'p tarmoqli klinikasi nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topildi. Barchani tabriklayman. Keyingi masala bemor otaxonni shaxslarini aniqlash kerak. Telefonlari ham, hujjatlari ham yo'q, lekin aniqlashga harakat qilyapmiz. Yaqinlarini topish kerak. Hozir 21-asr texnika asri odamlarni yo'qligini bilintirmasdan zudlik bilan operatsiyaga tayyorlash. Xo'p bo'ladi. Qanday qilib shuncha vaqt o'tgandan keyin otamni so'rasam, ha? Bobo, kecha yaxshi bordilarmi uyga? Ha, yaxshilar deyman, yaxshilar. Kecha qilgan ishingiz yaxshi bo'lmadi. Agar mani otam hayot bo'lganda bir bor ko'rish uchun borini bergan bo'lardim. Siz-chi? Yo, nimaga hamma meni ayblayveradi? Men nima qildim? Assalomu alaykum. O'g'lingiz operatsiyadan juda ham yaxshi chiqdi. Rahmat sizga o'g'ach. O'g'limni ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, hozir olib chiqishyapti. Ichkarida rossiyalik mutaxassisimiz ochiq aorta koronal shuntash operatsiyasi qilishyapti. Shuning uchun kirgiza olmayman sizdan. Hozir olib chiqishadi bizlarni. Yaxshimisanmi? Yig'layapsizmi uni? Yo'q, yig'laganim yo'q. Sen yaxshi bo'lsang nega men yig'layman? Meni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman bolam. Rahima ota? Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Keling. Siz boboni o'g'illari bo'lsangiz kerak-a? Ha, shunday. Sizni roziligingizsiz biz operatsiyani amalga oshira olmaymiz. Nima bo'lgan otamga o'zi? Otangiz qattiq stress olganlar. Agar shu yerda bo'lsangiz, operatsiyani ertaga amalga oshirardik. Hozir rozi bo'lmasam operatsiya qila olmaysizlarmi shunda? Bu nima deganingiz? Yoshlari katta, to'g'rimi? Balkim operatsiyani ko'tara olmaslar. Operatsiya yaxshi amalga oshishi uchun 99% aniq. Mana ko'rdingizmi? 100% emas-ku. Ukajon, u yog'i Xudodan. Siz menga ochiq ayting. Nima qilmoqchisiz? Yoshini yashab, oshini oshab bo'ldi, to'g'rimi? Boboni azobga qo'ymaymizmi demoqchiman. Yana pul xarajat qilish kerak. Keyin nima desam sizga, qanday tushuntirsam, o'zlari ham onamni sog'inib oldinga ketaman xotin deb qabristonga borib bo'ldi. Men sizni tushundim. Yana ko'nglingizga noto'g'ri narsalar kelmasin, ha, doktor? Rahmat. Rahmat. Qanday bo'ldi? Bobo operatsiyadan yaxshi chiqdi, xudoga shukr. Haj safariga ketishingiz kerak.